Assalomu alaykum. Ham tort, ham sovg'a ko'rinishidagi, trenddagi o'zgacha tortni bugun birgalikda tayyorlaymiz. Ko'rinishi ham, mazasi ham bergan insoningizga yoqadigan tort bo'ladi. Bugungi videoim sizga foydali bo'lishiga ishonaman. Ko'rinishi yoqqan bo'lsa, layk bosib, kuzatishda davom etamiz. Birinchi bo'lib biskvitini tayyorlab olamiz. Bugungi biskvitimiz turk biskviti bo'ladi. Idishga hamma mahsulotlarni birdaniga solib olamiz. 4 ta tuxum, tuxumlarni yirikrog'idan tanlab solamiz. 200 gram shakar, 200 gram un, 4 gram razrıxritel soldim. 20 gram kraxmal solamiz. Aynan jo'xori kraxmalidan foydalanamiz. Avalex solamiz. Konditor do'konlarida sotiladigan, aynan shu turk biskviti uchun solinadigan Avalex. Ichiga suv quydim. Muzdekkina bo'lishi kerak suvimiz. Mikserlashga qo'yamiz. Mikserlashni boshladim. Past skorostdan boshlab sekin-sekin ko'tarib, baland skorostda mikserlaymiz. Oddiy quvl mikseridan foydalanishingiz ham bo'ladi. Planetarniy mikserda 5 minutgacha mikserladim. Qo'l mikserida 7 minutgacha mikserlab, xuddi shunaqa ko'rinishga keltirib olasiz. Biskvitga kraxmal solishimizning sababi pishganidan keyin o'rtasi cho'kib qolmasligini oldini oladi. Turk biskvitimiz baland bo'lib, ishib, ko'tarilib chiqishi uchun 3 ta mahsulotimiz muzdekkina bo'lishi kerak. Bular tuxum, suv hamda Avalex. Xamirimiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'zidan 2-3 baravar ko'payib, oppoq, silliq massa bo'ladi. Biskvit xamirimiz tayyor. Endi qolipga olishimizga ham bo'ladi. Videoni oxirida jadval qoldiraman. Shu jadvalga qarab, nechta tuxumli biskvit tayyorlamoqchi bo'lsangiz, tuxumlarning sonini kamaytirib yoki ko'paytirib tayyorlashingiz ham bo'ladi. Qolipni xohishingizga qarab dumaloq qolipdan yoki xuddi shunaqa yurechali qolipdan foydalanishingizga bo'ladi. Qolip tagini folga bilan yaxshilab o'rab yopib olamiz. Shunda biskvitimiz tagi kuymaydi. Xamirni qolip ichiga solib, ustlarini tekislab pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 150 gradusda 40-45 minut davomida pishirib olamiz. Eslatib o'taman, oldindan duxovkamiz yoki pechda pishiradigan bo'lsak, pechimiz qizib turgan bo'lishi kerak. Biskvit pishish jarayonida gaz duxovkamizni eshigini ochmaymiz. Bo'lmasam endi ko'tarilayotgan xamir qaytib cho'kib qolishi mumkin. Pishgan biskvitni sovutishga qo'yamiz. Orqa tarafi bilan ag'darib qo'yamiz. Shunda o'rtalari cho'kib qolmaydi. Soviganidan keyin qolipidan hamda folgasidan ajratib olamiz. Folgadan foydalanganimiz hisobiga teglari kuymasdan xuddi shunaqa yumshoq bo'lib pishadi. Hozir oralarini ham kesib ko'rsataman. Biskvitni 4 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Avalex haqida ham ma'lumot berib o'tsam, ko'pincha qizlar kommentariyada so'rashadi, Avalex zararlimi deb. 150 gradusli issiqlikda Avalexning hamma zararli xususiyatlari yo'qoladi. Bemalol qo'rqmasdan ishlatishingizga bo'ladi. Avalexning vazifasi biskvitni baland ko'tarilishiga hamda yumshoqligini, sochniligini uzoq vaqt saqlashga yordam beradi. Agar Avalex topolmasangiz, oddiy klassik biskvit tayyorlashingiz ham bo'ladi. Kanalimda klassik biskvitlarning ham retsepti bor. Silkasini shu videoni oxirida описаниеda yozib qoldiraman. Biskvitni 4 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Oralarini ham ko'rishingiz mumkin. Yumshoqqina mayin biskvit bo'ladi. Bu biskvitlarni namlantirish ham shart bo'lmaydi, ya'ni propitka ham qilmaymiz. Shundoqligicha kremlab yig'averamiz. Ko'pchilik obunachilarimning iltimoslariga binoan mix krem tayyorladim. Har bitta qavati uchun har xil mix krem tayyorlaymiz. Birinchi qavati uchun shokoladli krem tayyorlaymiz. 250 gram slivkini ichiga, ya'ni 33% qaymoqni ichiga 100 gram sug'ushonli moloko soldim, ya'ni quyultirilgan sut hamda 1 osh qoshiq to'ldirib kakao solib mikserlaymiz.
Planetani mikserda 5 minutda tayyor bo'ladi. Qo'l mikserida 7 minutgacha mikserlab, quyuqqina krem holiga kelgunicha mikserlab olasiz. Kakao porosogini ham qanaqasidan foydalanishimni so'ragan ekansiz. Gollandiya kakaosidan foydalanaman. Bular kiloli bo'ladi. Ozgina solsangiz ham to'q shokoladni rangi keltirib beradi. Shokoladni kremimiz tayyor. Bu birinchi sloykamiz bo'ladi. Endi ikkinchi sloykasi uchun 250 gram slivki, 100 gram varyoniy sgushenka solib mikserlaymiz. Buni ham xuddi shunaqa 5 minut davomida quyuqqina holga kelgunicha mikserlaymiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun hamma sloykalarga alohida krem tayyorlab ko'rsatib berdim. Karamelli kremimiz ham tayyor. Bu kremimiz ham juda ham mazali kremlardan biri bo'ladi. Uchinchi kremimizga kirishamiz. Bu kremimiz vanilli krem bo'ladi. 250 gram qaymoq, 100 gram quyultirilgan sut hamda 1 choy qoshiq vanilin solib, buni ham 5 minut davomida mikserlab olamiz. Bugungi tayyorlagan kremimiz hammasi muzqaymoqli krem, faqat ichiga kakao, varyoniy sgushenka solib, ranglarini o'zgartirib oldik. O'zi tortlar uchun eng to'g'ri keladigani ham shu morojniy kremlar bo'ladi. Nachinkalarni ham tayyorlab qo'yamiz. Shokoladli krem uchun shokoladni maydalab solamiz. Karamelli krem uchun bananni solamiz, to'g'rab, hamda vanilli kremimiz uchun malinani maydalab solamiz. Men svejiy malinadan foydalandim. Xohishingizga qarab muzlatilgan malina solishingiz ham bo'ladi. Hamma mahsulotlarni tayyorlab oldim. Endi bemalol tortimizni yig'sak ham bo'ladi. Birinchi sloykamiz shokoladli krem bo'ladi. Kremni solib, kamrog'ini olib qo'yib, o'rtasiga maydalangan shokoladni solib, keyin qolgan kremni ham solib, ustidan tekslab olamiz. Xohishingizga qarab biskvitlarni namlantirib olishingiz bo'ladi. Ikkinchi sloykamiz karamelli krem bo'ladi. Kremni ham tekslab olib, o'rtasiga to'g'ralgan bananni terib, ustidan kremlab olamiz. Shunda banan qorayib qolmaydi krem o'rtasida bo'lsa. Uchinchi sloykamizni ham xuddi shunaqa qilib yig'ib olamiz. Vanilli kremimizni surib olib, o'rtasiga malina terib, malina ustidan yana kremlab olamiz. Ustini qolgan krem bilan tekslab olib, morozinlikka kamida 4-5 soatga solib qo'yamiz. Agar kechasi bilan qoldirsangiz, undan ham yaxshi qotib oladi. Tortimiz ustini qattiq krem bilan qoplaymiz. Beton krem deyiladi. Aynan mastika bilan qoplanadigan tortlarni hammasini tagini xuddi shu krem bilan qoplashimiz kerak. Video ko'p cho'zilib ketmasligi uchun shu retseptni qisqaroq qildim. Keyingi videolarimda beton kremni to'liq retseptini joylab qo'yaman.
Xona haroratida turgan sariyog'ni 2-3 minut davomida mikserlab, eritilgan shokolad hamda quyultirilgan sutni ketma-ketlikda solib, 3-4 minut davomida mikserlab olamiz. Eslatib o'taman, hamma mahsulotlaringiz xona haroratida bo'lishi shart. Mastika tagidan qoplanadigan kremimiz tayyor. Bu kremimiz xuddi shunaqa yumshoq, yengil, xuddi suyuq kremdek tuyuladi boshida. Hozir muzdekkina tortga surgandan keyin tez qotadi. Shuning uchun morozilkadan tortimizni olib, kremni tez-tez surib, tekslab olamiz. Atroflarini, ustilarini tekslab olamiz. Tortni muzdekligi bilan krem qotadi. Endi qo'limizga ham yopishmaydi. Bemalol mastika bilan ishlashimizga ham bo'ladi. Uy sharoitida tayyorlagan mastika retseptimni videosi kanalimda bor. Bemalol ko'rishingizga bo'ladi. Silkasini shu videoni oxirida описаниеda yozib qoldiraman. Mastikani ichiga o'zingiz xohishingizga qarab, xohlagan rangdan solib, aralashtirib tayyorlab olishingizga bo'ladi. Mastikani yoyishni boshladim. Agar stolingizga yopishsa, kamroq shakar kukunidan sepib yoysangiz stolga yopishmaydi. Yupqaroq qilib, uzunchoqroq qilib, tortingizni atrofini qoplashga yetadigan razmerda yoyib olamiz. Chetlarini kesib, tekslab, tortimiz atrofiga yopishtirib olamiz. Mastikani tekslash uchun o'zini shunaqa maxsus dazmoli bo'ladi. Shu bilan atroflarini tekslab olamiz. Tepa qismini, ortiqcha joylarini kesib olib tashlagan edim, lekin tegi qismiga foydalanvordim. Xuddi shunaqa ko'rganingizdek tegini o'rab olamiz. Ustini bezatish uchun qulupnaylarni eritilgan shokoladni ichiga botirib, muzlatib olamiz. Kamroq shokoladni ichiga o'simlik yog'ini solib aralashtirib, mikrovolnovkada eritib, qulupnaylarni botirib olamiz. O'zingiz xohishingizga qarab rangini tanlashingizga bo'ladi. Kamroq qolgan shokoladni ichiga qizil rang aralashtirib, xuddi shunaqa qilib davom ettiramiz. Qulupnaylar 3 xil rangda bo'ldi. Uchinchisi sutli shokoladni ichiga o'simlik yog'ini solib, buni ham xuddi shunaqa qilib mikrovolnovkada eritib olib, qulupnaylarni botirib olamiz. Har qaysidan kamroq qolgan shokoladni konditer qopchasiga solib, uchini kamroq kesib, xohishingizga qarab bezatib olishingizga bo'ladi.
Qulupnaylar tayyor. 10-15 minutga muzxonaga qo'yib, ozgina shokoladlari qotgunicha qoldiramiz. Keyin bemalol tortimizni yasatsak ham bo'ladi. Tortimiz deyarli tayyor. Ustini bezatib olsak bo'ldi. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Hozir videoni oxirida oralarini ham kesib ko'rsataman. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoni oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.